Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Muhaciratdagi Uyg'ur jamoatini qo'g'dash, Uyg'urlarning kimligi va madaniyatini qo'g'dash qatorliq bir qator masalalarni hal qilishga munosabatli bo'lgan Uyg'ur siyosat qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisining Tashqi ishlar komitetida 29 noyabr kuni atdiganda muzokara qo'yildi. 2766 nomerlik Uyg'ur siyosat qonun loyihasi Uyg'urlarning masalasiga izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan Amerika Avam palatasining a'zosi Yon Kim va Amy Bera tomonidan 2021-yilda tuzib chiqilgan edi. Mazkur qonun loyihasi dastlabda 2022 yil dekabrda Avam palatasida tanishtirilib, intayin yuqori ovoz bilan ma'qullangan bo'lsa-mu, ammo yangi yilning kirishi bilan rasmiy qonunga aylanish uchun vaqt yor bermagan edi. Shuning bilan mazkur qonun loyihasi bu yil, ya'ni 2023 yil 4-oyda Avam palatasining qaytadan tanishtirildi. Mazkur qonun loyihasining Kengash palata nusxasi bo'lsa, Kengash palata a'zosi Marko Rubio tomonidan tanishtirilgan. 29 noyabr kuni tartib bo'yicha mazkur qonun loyihasi Davlat Majlisining Tashqi ishlar komitetida muzokara qo'yilib, uningdagi mazmunlar va kirgiziladigan tuzatishlar talash-tartish qilindi. Mazkur komitetning as-sonliqlar raisi George Max apandi bu qonun loyihasidagi mazmunlarni komitet a'zolariga qisqacha qilib tanishtirib o'tdi. U Amerika Davlat Majlisi Uyg'urlar uchrayotgan qo'rqinchli dafsanchiliklar oldida sukut qilmaslik kerak. Majlisdagi har ikki partiya a'zolari cho'qim Uyg'urlar va boshqa as-sonliq millatlar uchrayotgan dafsanchilikka qarshi birlashishimiz va ularni qo'llashimiz kerak deb ko'rsatdi. George Max so'zda yana bu qonun loyihasining Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikni ko'z tutib, ularning tili va madaniyatini qo'g'dashda muhim rol o'ynaydiganligi Amerika Tashqi ishlar ministrligining muhojiratdagi Uyg'urlarni qo'g'daydigan bir ko'rsatma bo'lishdek muhim ahamiyati borligini eskartib o'tgan. U yana majlisdagi har qaysi a'zolarni o'ziga o'xshash bu qonun loyihasini qo'llashga undadi. Orqadan Avam palata a'zosi Yon Kim xonim so'z qilib, Xitoy hukumatining polatdek paketlar oldida yana Uyg'urlar qilayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatini inkor qilishni davom qilayotganligini eskartdi. U mazkur qonun loyihasining bu zulmga taqobil turishdagi unumini oshirdiganligini aytdi. Uyg'ur siyosat qonun loyihasi Uyg'ur masalasiga munosabatli bir qadar konkret mazmunlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, u yana Uyg'urlarga munosabatli ilgari ma'qullangan qonunlarni to'liqlash xarakteriga ega ekan. Avam palata a'zosi Yon Kim xonim muzokara yig'inida Amerika Tashqi ishlar ministrligida maxsus Uyg'urlar masalasi bo'yicha koordinator belgilash va Uyg'ur tili biladigan elchixona xodimlarini sarflashdek moddalarning Amerika Tashqi ishlar ministrligining Uyg'ur masalasida texim atrofliq, texim planli harakat qilishi va Uyg'urlarga yordam qilishni osonlashtirishdek ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Yon Kim xonim so'z oxirida eskartib, vaqt o'tib ketyapti. Mush o'tib ketayotgan har bir minutda Xitoy hukumatı o'zining Uyg'urlarni va ularning madaniyatini yo'qotish maqsadiga yiqilishyapti. Biz tezden hareketga o'tib, bu qonunni ma'qullashimiz kerak dedi. Bu muzokaraga kuzatuvchilik salohiyatida Dunyo Uyghur Qurultayı ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya direktori Ömer Qanat apandi va bir qism Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, Ömer Qanat apandim bu muzokara haqida to'xtalib, mundaq dedi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hammalarning xush vaqti xayrli bo'lsin. Bugün 11-oyning 29 kuni men hozir Amerika Davlat Majlisi Tashqi ishlar komitetining yig'in zalida bugün ettigen biz neçe vaqtdan beri nurg'un tirishchanlik ko'rsatib nurg'un Amerika Davlat Majlisining o'tishi uchun faoliyat olib borgan Uyg'ur siyosati qonuni Yon Kim xonim tomonidan o'tirga sunilgan Amerika Davlat Majlisiga sunilgan bu Uyg'ur siyosati qonuni loyihasi bugün ettigen muzokara qilindi necha komitetda. Bu komitetlardan o'tib bugün hozir soat 2'de Amerika Davlat Majlisi Tashqi ishlar komitetidan o'tdi. Tashqi ishlar komitetidan muzokara qilindi va Tashqi ishlar komitetida to'liq ovoz bilan Tashqi ishlar komitetininki 39 a'zosi bor ekan, 39 a'zosining hammasi buni destekledi, buni qo'lladi. Bu Amerika Uyg'ur siyosati qonuni bu Tashqi ishlar komitetidan to'liq ovoz bilan o'tgan bo'ldi. Hammanglarga mübarek olsun, bu xabarni yetkazaylik dedik. Endi bu qonun loyihasi endi Amerika Davlat Majlisi Avam palatasininki umumiy ovoziga sunilishi uchun Amerika Davlat Majlisining raisiga ivatildi ekan.
Şu reis endi bununki qachon buni to'liq ovozga Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasida ovozga qo'yilish masalasi haqida o qaror berdi, bir kunni tayinlaydi, ammo bu yilning oxirigacha bu qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasidan o'tadi inshaalloh. Bu qonun loyihasi Uyg'urlar uchun muhim bo'lganligining bir moddasi buningki bu tunji qatim bir qonun loyihasida qonunda Amerika hukumatini şu vatan sirtida Sharq Turkistonning sirtida yashayotgan Uyg'urlarningki milliy kimligini, milliy madaniyatini, tilini, urf odatlarini saqlab qolish uchun bularga moddiy jihatdan yordam berishni o'tirib qo'ydi. Ikkinchisi, bu Uyg'ur masalasini Amerika davlatiningki Amerika hukumatining rasmiy siyosatiga kirgizish uchun Amerika Tashqi ishlar ministrligida bir alohida bir vakil Uyg'urlar masalasi bilan mashg'ul bo'lgan bir vakil tayinlashni o'tirib qo'ygan. Yana birisi eng muhim moddalardan biri bu qonun loyihasida Uyg'urlarningki o'z taqdirini o'zi belgilash masalasi o'tirib qo'yilgan. Shuningga bu qonun loyihasi Uyg'urlar uchun nihoyatda ahamiyatli, hammanglarga muborak bo'lsin. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın 12. qatımlıq savdo ve kişilik hukuk munbiri yığınının 30. noyabrdaki kısmında Xitay vekilleri, Uyghur teşkilatları vekilleri ve Amerika'nın BDT'de turuşluq baş elçisi başçılığıdaki garip diplomatlarının keskin suallarına duş kelip, yığın meydanını taşlap çıkıp ketishga mecbur bolgan. Uyghur teşkilatları vekilleri 11. ayının 30. günü etdigende Amerika'nın BDT'deki baş elçisi teşkilleyen Uygurlar ve ular uçuravatkan kişilik hukuk tepsençilikler hakkıdaki yipik yığından keyin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cenevadagi ştabida yana bir meydan keskin manazir elip bardı. Dünya Uyghur Qurultayının bayanatçısı ve Xalqaro ishlar direktori Zümrət Ayarkinning bildirishicha, ular bu yığında Xitayning Sharq Turkistondagi tug'ut cheklash, Uyg'ur qiz ayollarni Xitoylar bilan majburiy nikohlantirish, Uyg'ur bolalarni oilasidan ayirib o'tishning sistemlik assimilyatsiya plani ekanligini o'ttirib qo'yib, BDT'ni buningga qarta darhol harakat qo'llanishga chaqiriq qilgan. Bu yig'in haqida Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilgan Zümrət Ayarkin tafsiliy ma'lumot berib, mundaq dedi. Yig'inda Amerikaning BDT'dagi bosh elchisi Michelle Taylor xonim so'z qilib, Xitoyning vatanimizda terrorlikqa qarshi turishni bahona qilib, yerli xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini tilga olgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining xodimi Peter Erwinmo yig'inda qilgan so'zlar haqida to'xtalib mundaq dedi. Xitoy hukumatining uzundan buyon diniy oshqunlik va terrorlikqa qarshi turish nomida Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmon Turkiy xalqlarga ziyonkashlik qilayotganligini anglatdik. Biz yana BDT'ning nurg'un mutaxassislarining Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda kishilik huquqi daxil taruz va dafsanchilik qilayotganligi haqida dokladlar sunganligini tilga oldik. Ammo hozir qadar amaliy tadbir qo'llanilmag'achqa Xitoy hukumatining rayonda davomli turda tutqun qilish, so'lash va tutqunlarga jinsiy parokanchilik qilish, majburiy bola tushirish, ayollarni tug'mas qilish, diniy erkinlikni bo'g'ish va yerli xalqlarning madaniyat meroslarini ham tarixiy izlarini yo'qotishdek jinoyatlarni davomli sodir qilayotganligini o'ttirib qo'ydik. Biz oxirida BDT'ning bu jihatdagi xizmatlarining yetarli bo'lmaganligini, bu vahshiyliklarni to'xtatish uchun BDT'ning funksiyalik rolini joriy qildirish kerakligini ta'kidlab o'tdik. Uyg'ur erkak tashkilotining raisi Roshan Abbos xonim bugungi BDT'dagi yig'in haqida ma'lumot berib, mundaq dedi. Bugungi bu yig'inda so'z qilgan Yershar mas'uliyatchanlikni qo'g'dash markazidan Savita Pavinday xonim har qaysi hukumatlarni Xitoyning kishilik huquq ahvolini tekshirish yig'inida BDT e'lon qilgan dokladga hurmat qilishni va Xitoyning kishilik huquq dafsanchiliklariga ko'z yummaslikka chaqiriq qildi. Xalqaro qul amgiga qarshi turish tashkilotidan Xoyli Krantson xonim Xitoy yo'li qo'yayotgan bu majburiy emgakni taxim keng doirada insonlarga ziyonkashlik qilish nuqtasidan baholash kerak degan o'ttirib qo'ydi. Birleşken Devletler Teşkilatı Az Sonliq Milletler Meselesi mutaxassisi, sobiq alayda dokladchisi Fernand Devaranes Xitoy hukumatining bolalarni oilasidan ayirib o'tib assimilyatsiya qilish siyosati ustida maxsus to'xtalib, keng ko'lamli kishilik huquq dafsanchilik ustida mustaqil tekshirishning jiddiy zarur ekanligini o'ttirib qo'ydi. Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdukim Idris apandimmo bugungi yig'in haqida fikr bayon qilib, savollar oldida chorasiz qolgan Xitoy vakillarining yig'in maydonidan qochib chiqib ketishga majbur bo'lganligini bildirdi. Zümrət Ayarkinmo Xitoy vakillarining yig'in maydonini tashlab chiqib ketganligini ilgari surdi. 1 dekabr yana bugun BDT'da boshlangan oz sonliqlar munbiriga qatnashib so'z qilish salohiyatiga ega bo'lgan Zümrət Ayarkin Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga va boshqa Turkiy musulmon xalqlarga yurgizib kelayotgan zulmlarining 2014-yildan boshlab kun sari kuchayib, bugungi kun kelganda irqiy qirg'inchilik va sistemlik assimilyatsiyaga aylanganligini ta'kidlab, Xitoy hukumati jami va masjidlar, mazarliqlar qatorliq Uyg'urlarning muqaddas bildigan yerlarini chiqib o'tish va Uyg'ur madaniyatini, dinini va tilini tamoman yo'q qilish siyosatini sistemli holda davomlashtirib kelmoqda.
Hökumət qo'sh tillik ma'rif nomida maktablarda Uyg'ur tilini cheklab, Uyg'urcha maktab ochmoqchi bo'lgan akademiklarni qo'lga olmoqda. Uyg'urlar atalmış qayta tarbiyalash lagerlarida diniy oshqunlik va radikallikdan qutuldirish bahonasi bilan umumyuzlik tutqun va solashlarga uchirmoqda dedi. U yana vatanimizda hiylami davom qilayotgan turli masala va zulmlarni o'ttirib qo'yib, Xitoyning BDT organlarining talablariga sukut turib olgan ahvolda kishilik huquq tashkilotlari Xitoyni javobgarlik tortish uchun nima qilish kerak degan savolni o'ttirib qo'ydi. Dünya Uyghur Qurultayının havalisi bilan Örkesh Davlat Efendi 29 noyabr kuni Tayvan parlamenti kishilik huquq komiteti raisi Uyghur masalasiga izchil holda ko'ngil bo'lib kelayotgan Tayvanlik siyosiy arbob Wang Dingyi Efendiga Uyghur xalqi nomidan rahmat aytgan va xotir buyumi taqdim qilgan. Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi vazifasi o'tayotgan Örkesh Davlat Efendi 29 noyabr kuni Wang Dingyi Efendiga xotir buyum taqdim qilganda o'zining Dünya Uyghur Qurultayga vakolatan bu xotir buyumini uning taqdim qilayotganligini bildirgan. O mundaq degan: "Men bugun bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan Dünya Uyghur Qurultayga vakolatan sizga rahmat aytish uchun bu xotir buyumini taqdim qilyapman. Men faqat Dünya Uyghur Qurultayning havolasi bilan emas, balki yana bugun ovoz bo'g'ilgan, zulm chekayotgan butkul Uyg'urlar nomidan sizga rahmat aytaman. Chunki siz Tayvan parlamentida Uyg'urlarning ovoz bo'lyapsiz. Uyg'ur irqi qirg'inchiligining Tayvan parlamentida e'tirof qilinishiga zo'r to'hfa qo'shdingiz." Ay yıldızlıq kök bayraq bilan Şərq Türkistanның qərbi düşürülgən ləvhəni təpşirib alğan Wang Dingyi Efendi mundaq degan: "Men Dünya Uyghur Qurultayı və dünyanın hər qaysı joylaridagi Uyg'urlarga shuni demoqchimanki, biz garchi o'xshamaydigan davlatlarda, o'xshamaydigan sharoitlarda turayotgan bo'lsaqmi, lekin erkinlik, demokratiya va kishilik huquq qatorliq insoniyatga o'rtaq qimmat qarashlarning chegarasi yo'q. Uyg'urlar uchrayotgan zulmni to'xtatish uchun butkul insoniyat harakatga o'tishi lozim. Chunki kishilik huquq insoniyatning o'rtaq qimmat qarshidir. Uyg'urlar tortayotgan zulmning qanchalik og'ir ekanligini biz bu yerda his qila olmaymiz. Buni beshidan o'tkazgan kishilarla his qila oladi. Biz har doim Uyg'urlarni qo'llaymiz, Uyg'urlarga kuch-quvvat tilaymiz." Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqin Aysa Efendi bu vaqtda ma'lumot berib mundaq dedi: "Bu yil 9 ayning 5-ida Tayvanda o'tkazilgan diniy e'tiqod erkinlik yig'iniga qatnashish uchun borgan vaqtimizning o'zida Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining raisi Wang Dingyi Efendi bilan ko'rishib, uning rahmatimizni ifodalash orzuyimiz bo'lgan edi. Chunki Tayvan parlamentida Uyg'ur irqi qirg'inchiligini e'tirof qildirishda Wang Dingyi Efendining roli nihoyat zo'r bo'lgan edi. Dolqin Aysa Efendi o'tgan qitimliq Tayvan ziyorati jarayonida Tayvanlik Uyg'urlarni qo'llaydigan bir qism siyosiy arboblarga xotir buyum taqdim qilgan bo'lsa-mu, ammo Wang Dingyi Efendi safarda bo'lg'achqa rahmat aytolmaganligini, bu qitim qurultay nomidan Örkesh davlatining Wang Dingyi Efendiga rahmat aytganligini bayon qildi. U mundaq dedi: "Aradan uzun yillar o'tgandan keyin mening Tayvanga kirish shaklimam bekor qilinib, Tayvan parlamentining raisi, tashqi ishlar ministri, Tayvanning muavin prezidenti va ichki ishlar ministri qatorliq yuqori darajalik arboblar bilan ko'rishish va Uyg'ur masalasini anglatish fursatiga erishdim. Biz Ömer Qanat bilan ikkimiz mening Tayvan kirish cheklimamni amaldan qoldirganligiga rahmat aytish, shundaqla Tayvan parlamentining raisi Yang Apandi qatorliq kishilarga tashakkurimizni bildirish uchun Dünya Uyghur Qurultayı nomidan lavha yasatgan edik. Ammo Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining raisi Wang Dingyi Efendi safarda bo'lg'achqa bu sovg'atni berish fursati bo'lmagan edi. Biz Tayvan parlamenti kishilik huquq kengashining bosh kotibi Örkesh davlatining bu xotirni qurultay vakolatan Wang Dingyi Efendiga berib qo'yishni topilib qaytib kelgan edi. U bizning bu havolimizga asosan bu sovg'atni Wang Dingyi Efendiga taqdim qilib, parlamentda uchrashish elib beribdi. Shuning bilan Uyg'ur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilgan Tayvan parlamentiga minnatdorligimizni yetkazgan bo'ldik. Biz Tayvan xalqining o'z taqdirini o'z belgilash, mustaqil yashash orzusini qo'llaydiganligimizni bildirgan edik. Tayvan tarafmi Uyg'ur xalqining o'z taqdirini o'z belgilash, erkin va mustaqil yashash irodasini qo'llaydiganligini bildirgan bo'ldi. Amerika hukumati va Amerika davlat majlisidan boshqa yana Kanada, Angliya, Gollandiya, Belgiya, Litva, Avstriya va Fransiya va Yevropa parlamentlari ilgari keyin bo'lib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirish harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan edi. Amerika Tilshunoslik jamiyatining 11-ayning 19-kunidagi maxsus xabariga asoslanganda, yo'qolish girdob'iga berib qolgan tillarni qo'g'dash komiteti Abduli Ayubning Uyg'ur tilini qo'g'dash va tashviq qilish uchun ko'rsatgan tirishchanlik uchun uningga Tilshunoslik munavvar mukofoti bergan. 2013-yil ta'sis qilingan bu mukofot shaxslarning o'z jamiyatining tili uchun qo'shgan tuhfalarini taqdirlash uchun berildi ekan. Mazkur xabarda deyilishicha, yo'qolish girdob'iga berib qolgan tillarni qo'g'dash komiteti Abduli Ayubning Uyg'ur tilini qo'g'dash uchun qilgan xizmati va Uyg'urlar jamiyatiga qo'shgan tuhfasiga baho berib mundaq degan:
Abduvali Ayub hayatının köp qismini Uyg'urlar jamiyatiga beg'ishlagan. Bo'libmi xatarga qaramay Uyg'ur tilining saqlanishi va davom qilishi uchun tirishchilik ko'rsatgan. Abduvalining Uyg'ur tili o'qitish materiallarini taraqqiy qildirganligini, Uyg'ur tili va madaniyatini avlodma-avlod saqlab qolish uchun davomli tirishganligini ko'z tutib, uni tilshunoslik munavvar mukofotiga loyiq ko'rdik. Tilshunoslik munavvar mukofotiga loyiq ko'rilgan barliq shaxslarning mukofoti 2024-yili 1-oyning 6-kuni Nyu-Yorkda o'tkazilgan Amerika tilshunoslik jamiyatining yillik cho'ng yig'inida berildi ekan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.